soling aka. Qo'shing aka. Aka, bu apparatni kuchini ko'rdik. O'zi nima bu? Bu maxsus kanalizatsiya tozalaydigan apparatimiz. Bu kanalizatsiyasi bor tashkilot, kanalizatsiyasi bor joy uchun hammasiga tegishli. Kanalizatsiyada muammo bo'ladigan, kanalizatsiyada har 2 kunda, 3 kunda yoki har 1 oyda tiqilish bo'ladigan joylar uchun yangi apparatimiz suvli bosimli apparatimiz. Suv bilan bosim bilan yuvib beradi. Tashkilot, ishxona ichida beton qolib ketgan kanalizatsiyalar, shirinlik sexlar, restoranlar, stalovoylar, oshxonalar uchun maxsus apparatimiz yaqinda kirib keldi. Samarqand atrofi viloyatlariga hammasiga chiqamiz. Qashqadaryo, Jizzax, Navoiy, Buxoro to'lovlarimiz hamma usulda bor. Aka, bu demak har qanday narsani chiqarib tashlaydigan apparat ekan. Turbani ichida nima bo'lsa, hammasini suv orqali yuvib, kuchli bosim orqali yuvib chiqaradi. Turbangizni yangi holatga keltirib beradi. Akalar, ko'rib turganlaringizdek, har qanday kanalizatsiyasi bor tashkilot yoki xonadonlar uchun kerak bo'ladi. Ya'ni turbalar yopilib qoladi. O'shanda akamizning xizmatlari sizlarga kerak. Pastda telefon raqamlarini qoldirib o'taman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ammo lekin gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana shag'allarning yirikligini qaranglar. Hammasini sug'urib shunaqasiga chiqarib tashadi. Akalar, uyda o'tirgan holatda bemalol telefon qilsa, o'zlari borib, quvurlarni, kanalizatsiyalarni tozalab, hamma narsasi o'zlarining ichida bo'ladi. Quvurlar tozalab sizga tayyor holatga, ishlaydigan holatga olib kelib qo'yishadi. Murojaat uchun pastda telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Samarqand aktiv bo'lamiz. E'tibor uchun rahmat.